bolajonlar, hozirgi o'yinimiz sehrli qarsak deb nomlanadi. Bu o'yinda, demak, har bir o'quvchi, hozir bitta karrani aytaman, o'sha karrali son kelgan paytdagi o'quvchi qarsak chaladi. Qolgan o'quvchilar navbati bilan sonni sanab o'tib ketadi. Tushunarlimi? Demak, hozir 5 ga karrali bo'lgan sonlarni topamiz. Marhamat, o'yinni boshladik. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 34, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50. Barakallah, rahmat. Demak, xatosiz tarzda bajarib g'oliblikni qo'lga kiritdingiz. Rahmat.